kimsan sen? Oqilib vaqti bormi sen bilan gaplashishga? Pidaras. Chort. Oqilib bilan biz gaplashamiz. Vaqti yo'q sendagi chortlar bilan gaplashishga. Yipa pulini qaytib olgan 50 lever qani. Mo'maynikida 50 lever. Dalbayoq bilan. Qo'tosha qilgan ish qilna qoldi. Ya, endi birinchidan Zikaka boyagi savol berdingizki, misol Aziz bilan birinchi va shu ko'nglim og'rib, xafa bo'lganligimni o'rtasida bittasi xafa bo'ldirish sababi mana endi. Qachon qarasam Aziz nima primoy ochyapti, butun usta odamni ko'tarib olib, qo'shilib onamdan so'rayapti, aytdimmi? Men mana aytyapman, biron marta shu bilan so'kmadim onasiga. Innaganim yo'qmi? Kut bo'la shu bola innaganim yo'q. Hamma yo'qni harom qilgan ana shu Aziz Gandonga o'g'il. Ya, yo odam so'kma. Men qilaman. Hamma yo'qni harom qilgan mana bu odam so'kma. bilan protiv qilgan ana shu. Prosta ana shu bilan Sardor o'ta yomon. Qaranglar, prosta urayotganlar, mana hamma urayotganlar o'zini kayf uchun uradi. Qatga xohlasa pul o'ziniki. To'g'ri. Uni hech kim majburlamagan. Hech kim boshqa demagan. Va zek yoqadimi, zekka kirib uradi. Sardor yoqadimi, Sardorga. O'ta yomonmi, o'ta yomon. Menmi boshqa. Kim xohlasa o'sha uradi. Pul o'ziniki. Bu shu Uni hech kim majburlamaydi. Prosta raz urdimi, bo'ldi. Urdimi? Naqli o'tirib olib, men o'qiganman, men bitta gapirayman. Abu aka, bitta gapirayman aka. Bitta Gapirayman. gapirayman. Aka hamma navbat bilan gapirish qilyapti. Meni ham bu yerga xo'pam so'kish bilan men chiqish qilagan. Mana bu zikam shunaqa. Men Sardor ham shunaqa. Siz akul aktyor, siz shu mana bu Doldaska bilan. Nimaga bitta gapirishma. Men g'iybat emas. Shunda efirni ham ochsam, meni bir 40% Tojikistondan danatum bo'ldi. Siz bilasiz-ku. Aku endi qarab tur. Mana bu 4-5 ta Samarqandlik o'zimni zemlakimni u o'zi uchun terish qildi. Nima? Mana bu Sardorni yonboshiga yurish qildi. Sardor uni aktivini ko'tarish qilib berdi. Birovni g'iybatga kerak emas. Biroz haqiqatni gapirish qilyapman. Danatni Sardordan nima qildi? Sardorni keyin yomon qildi. Uni ukasi Sardor, uni Azizning ukasi Sardorga yopishish qildi aktiv uchun. Kecha Aqbala bilan o'yin qildi. Betiga u bilan 4,5 million odam bilan o'tiribdi. 4,000 ta odam bilan. U Aqbala 2,000 ta bilan. Betiga 3 million padarkani yedi. O'zimizning bachalar babcha urush qilmadi. Birinchi shu Sardor masalan unday bunday. Uje bu ham o'ldi u. Hammani protiv qilgan ana shu Gandon, bizning bachalarni protiv qilgan Sardor bilan shu Gandon bo'ladi. Ben Jazzga ham o'tiribchi, Jazzgani ko'taring, Zek og'a. Jazzga